Assalomu alaykum akalar, bola bugun to'y. Mana qiynalgan apamizga uy oldik. Mana shu uyga mana. Qani kelinglar endi bismillah. Uylamoray bo'lsin endi. Rahmat. Yo'qdimi uy sizlarga? Ha, yo'q. Akalar, bola videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun quvonch ko'z yoshi. Apa beroq keling, siz asosan. Sizga uy yo'qdimi? Apamni o'zi tanladi, to'g'rimi? Yo'qdi. O'zingiz tanladingizmi shu uyni? O'zim tanladim. Akalar, opalar, mana hozir bugun to'y. Ichkariga kiramiz, xursandchilik. Siz nima deysiz? Ijtimoiy uyli bo'ldi, Xudoga shukr. Apas. Yashaylar. Xursandmisiz? Bilarasiz ham xursandman. Xursandman ukajon. Qani kelinglar bo'lmasa, mana ichkariga bismillah deb kiramiz. Akalar, opalar, mana shu uyga oldik. Mana beroq keling. Kuxnidan boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Keling apa, keling siz. Apa siz. Mana kuxnisi. Kiring ichkariga. Kiring bismillah deb endi uyda. Yangi uyga. Mana. Kuxna bu. Apam bilan birgalikda tanlaganmiz. Endi biz surpriz qilamiz dedik, to'g'ri kelmadi. Apam bilan birgalikda o'zimiz kelib tanladik. Mana uy. Mana tush, tualet. Mana o'sha endi baqa kelinglar. Apa kelavering. Tortinmang, uy sizniki endi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rib turibsizlar, uy. Mana 3 xonalik uy. Mana bag'ida. Mustafa hozir. Mana 3 xonalik uy, akalar, opalar. Endi apa biror nima deng, biz mana shu sizga yordam bergan odamlarga. Baqa turib oling mana bu. Nima deysiz endi? Shu musofirda yurganlar, kattakon rahmat sizlarga. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Esalomon to'lib toshib kelishlikni Alloh nasib qilsin. Ilohim hojona hoji bobo bo'linglar. Kimda nima yaxshi niyati bo'lsa, niyatlariga yetsin ilohim. Sizlarni ham Alloh qo'llasin ukajon. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Ukam yo'q deb yurardim, mana uka topdim, mana ikkita ukam. Jonlaring sog' bo'lsin ilohim, ota-onalaring orzu havaslaringni ko'rsin. Bolalaringni baxtiga sog' bo'linglar. Haqiqat bor deb o'ylamagandim. Faqat kambag'alni boshiga bir nima tushsa ham o'zini olib qochar ekan ukajon. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Kim meni ko'rib turgan bo'lsa, kattakon rahmat. Kim menga shifo tilaganlarga ham rahmat. Sizga va'da beruvdimmi, kelib uy olib beraman deb o'zim? Va'da beruvdingiz, men lekin bo'ladi deb hech umid qilmagan edim. Rosti bilan. 26 ming dollarga mana uy oldik. 3 xonalik hovli. Endi o'zlari tanladi, to'g'rimi?